Xotirjam bo'lardingiz. Gepatit B yuqadimi, C yuqadimi, nimadir uqtirib olardingiz. Xudoga shukur, operatsiya bo'lmaganimga, elektr tegmasdan Mana shunday endi chiroyli sizni sog'lom bo'lganimga orqangizdan shukur kuni qilaman. borganda ham, potaxaga borganda ham urushib kelganman. Hey, shuncha odamingiz bor ekan, shuncha qandoshlaringiz bor ekan. Nimaga aytdingiz? Chaqiring shularni hammasini dedim mana. Sizlarga nasib qilgan keldilar. Endi mayli, rahmat, nima o'tiring. Gullar opa. Davlinam oshib, doktorlarda rosa davolandim. O'zim Qozog'istonga chiqardim. Har safar kelib sanatoriyalarga borardim. Har 6 oyda sanatoriyaga borib, qo'l dorilarni olardim. Menda muammo jigar nimasi, jigarda yog' bosgandi. Oyog'imda nimalar bor edi? Tuz toshlar bor edi. Qochkamda ham tosh bor edi. Shu muammolarga kelganman. Keyin o'sha litseyni olib yurganimda doktorlar kelib ketaverardi uyga. Vaqti kelsa davlinam oshib, analgin Dimitrolni nima qilib ketaverardi. Gapirolmay qolgan kunlarim bo'ldi. Umuman yonimda nevaram bor edi. Islamay, mayli, o'sha kunlarni. Islamay. Endi eslatyapmiz, mayli, gapiravering, hayajonlanmang. Skoriy kelardi, gapirolmay qolaman. Skoriylar keldi. Nima bo'lyapti desa, aytolmayman-da. Aytolmagan kunlarim bo'lgan. Yotib uyg'otsa ham nima bo'lmasin. Nevaram yonimda aqib o'tibdi, baqib o'tibdi, skoriy qo'llarni qilib ketibdi. Keyin shunaqa qilib, Mahburatxon opa sababli shu yanona aytdi, keldim, ichdim, choylaridan ichdim. Choyini ichdim, 2 kun ichdim choyini. Menda allergiya bor ekan, badanimga hamma narsa mayda nimalar toshib ketdi. Endi nima? Yosh bolalarga tashlaydigan nimalar. Toshmalar. Toshmalar toshib ketdi. Keyin Mahburat opa aytdiki, bir 3 kun nima qiling dedi. 3 kun nima qildim. 3 kundan keyin nima qilsam, o'sha narsalar yo'q. Yaxshi bo'lib ketdim. Mana chatga kelganimga Allohga shukr. Oyog'imda muammolarim qoldi. Podyezddan chiqardim.